Bag'dod. Biz bu ismni anglaganimizda darrov kallamizga keldigini xarobilikka aylangan shaharlar, to'xtamasdan urush va to'qinishlar chiqib turadigan rayonlar, tok, internetdagi dunyo taraqqiyotlaridan orqada qolgan aholilar ko'z oldimizga keladi. Amaliyotda tarix batlarini varaqlaydigan bo'lsak, islom dunyosining ilm-fanda va boshqa sohalarda eng kuchlangan vaqtlari xilofatning poytaxti Bag'dod bo'lgan vaqtdir albatta. Chunki bu zamindan islom ummatining yuzlagan yetuk yig'onat ilmlar yetishib chiqqan. Bugun biz ana shu Bag'dod olimlarining eng kattalaridan biri bo'lgan Shayxul Islom, Olimul Hafiz, Amirul Mu'minin fil hadis deb ta'riflangan Imom Doriqutni rahimahulloh bilan tanishib chiqamiz. İmam Dariqutni hicratning 306-yili Bag'dodning Dariqutnida tug'ilgan bo'lib, imomning to'liq ismi Abul Hasan Ali ibn Umar Dariqutni nomi bilan mashhur bo'lgan. Imom Dariqutni tug'ilib o'sgan oila muborak bir oila bo'lib, Imom Dariqutning dadasi ishonchli hadis olimlaridan edi. Dariqutni kichikidilla ilm halqalaridagi olimlarning o'quvchilarga so'zlagan darslarini, u so'rinlarda o'qilayotgan Rasulullohning hadislarini anglab cho'ng bo'ladi. Ilm ahli oilasida dunyoga kelgan Imom Dariqutnining o'sib yetilishi ilm bilish uchun masjidlarga keladigan kishilarning orasida o'tadi. U ana shu chaqlarda 10 yoshdagi bir kichik bola bo'lib, Shayx Al-Vaqqos bu vaqtda bunday deydi. Biz ustozimizning yeniga dars uchun manganimizda kichik Dariqutni qo'lidagi to'qoshlarni yegash kaynimizdan agishib mangatdi. Biz darsga kirib u kiralmaganida eshik oldida o'ltirib yig'lab qolardi. Dariqutni ballaq vaqtlarida bir qatam cho'nglar kiradigan dars o'rniga kirib oladi. Ularning ustozi hadis so'zlayotgan edi. Imom Dariqutni anglagan hadislarni yozishga boshlaydi. Shu so'ringa hozir bo'lganlarning ba'zilari Imom Dariqutniga "Sen hadislarni yozib olmag'in, chunki sen xato yozib olishing va xato bilib olishing to'g'ri yodlay olmaskan mumkin" deyishidi. Buni anglagan Dariqutni sizlarning bilish va yodlash qobiliyatinglar meniki bilan farqli bo'lishi mumkin. Sizlar ustoz hozirgacha qaysi hadislarni so'zlaganligini aytib bera olamsizlar deganida ular boshlarini chayqashdi. Imom Dariqutni ustoz hozirga qadar 18 hadis so'zildi deginicha har bir hadisni to'g'ri holatda bir harfini xato qilib qo'ymasdan yodlab berdi. Buni ko'rishgan so'rin ahli uning aqli quvvatiga hayron bo'lishdi. Bu Janobi Allohning Imom Dariqutniga ato qilgan fazilatlarining biridir. O'tkir aql idrokning egisi bo'lgan Imom Dariqutnining ilm safari mana shundoq boshlangan bo'lib, shu zamondagi Shofiy mazhabining katta imomlaridan dars olgan. Imom Dariqutni Kufa, Basra, Sham, Misr, Makka, Madina qatorliq islom mamlakatlarining ko'pinchisiga bordi va ana shu diyordagi muhaddis va faqihlarning huzurida uzun mezgil turib qoldi. Uzluksiz tirishgan zohid imom Dariqutni rahimahulloh islom ummatiga 60 dan ko'proq ilmiy asarlarni qoldirib ketgan bo'lib, islom ummatiga eng tunilgan, ko'p darsda qilinib mashhur bo'lgani bo'lsa, Sunan-i Dariqutni nomli hadis kitobi. Imom bu kitobida 4800 ga yaqin hadisni yozib qoldirgandir. Imomning ilmiy va shon shuhrati haqida ko'p ulamolar yaxshi baholarni berishgan bo'lib, Imom Ibn Kasir rahimahulloh va shuningga o'xshagan katta olimlar bu vaqtda mundaq deydi. Dariqutni Imom Hafizul Kabir. U o'z zamonidagi olimlarning ustozidir. Mashhurlikda uningga o'xshash yana biri yo'qdir. U hadis sohasida Amirul Mu'minin bo'lsa, fiqh sohasida Shofiy mazhabining to'riklik shaxslaridandir. Shundoq Imom Dariqutni butun hayotini Alloh roziligi uchun din xizmatiga atagan abid zotdir. Rasululloh alayhisolamning muborak hadislarini to'plash va hadisning raviylarining kuchlik ojizligini ayirish yo'lida umrini sarf qilgan fidokor imomdir. Hurmatli imom Shayxul Islom mashhur muhaddis Dariqutni rahimahulloh hijratning 385-yili Zulqa'da ayining chorshanba kunisi Bag'dodda vafot bo'ldi. Bu ulug' imomning janoza namozini mashhur faqih Shayx Abu Hamid al-Isfiroyini tushirgan bo'lib, Imom Karxiy rahimahullohning qabrisiga yaqin joyga dafn qilindi. Alloh taolo Imom Dariqutni hazratlaridan rozi bo'lsin. Dunyo va oxiratdagi martabasini ustun qilsin.